Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Bugun 10 dekabr 2025-yil. Navbatdagi savdomiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka Cobalt avtomobilimiz bo'ldi. Mashinamizni o'zimizni Bog'ot Qalachiq yo'lidan keyin Renatamizga satdik. Mashinamizning narxi 130 million bo'ldi, naqd pulga ketdi. Inan kilitlari. Nechik mashin ko'ngildagidimi? Ustaga ko'rsatdingiz, ana akşam mashina barabardan tekshirtirdingiz. Ava. Kraska родной ekan. Ham bir zakonniy. Kraska родной ekan? Kraska родной tekshirtirdim ham yerine. Tavsiya etasizmi shunda? Ava, ne Bog'ot avtoliderini kelaverasizlar. Mashinlarni garantiya, ishonchli. Hammangiz kelishingni tavsiya etamiz. Savdodan rozimisiz? Norozimiz hammasidan. Şu mashinamiz sizga xayr bergan. Ina satgan mashinangizni ko'rsatamiz. Yurtdoshlar, mashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalar 100% toza edi. 4 tane yumshoq balon metan gazda qo'yilgan edi. Mashinamizda poliklar bor edi. Chexol bonusini qo'shib beradigan bo'ldik. Shuni so'zlandagi mashinamiz 130 million bo'ldi naqd pul. Mashinamiz yurgan kilometri 64.600 kilometr edi. Kimga shunday sifat va arzon mashinalar kerak bo'lsa, Bog'ot tuman Gayni ro'parasindagi Bog'ot avtolider saloniga kelaverasizlar. Xohlasangiz bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Bizda naqd pul, avtokredit, barcha xizmatlari bor. Ekranda telefon nomerlari qoldiramiz, bemalol bog'lanaverasizlar. Hammangiz salomatlik qilamiz.